Ko'chada yuradi, ichadi, chakadi, ota-onaga umuman hurmati yo'q. Meni buni tarbiyalashga kuchim yetmay turibdi. Shunga bir yordam qiling endi. Shumi bachay? Ha, iplos bacha. Kerak qani? O'zingga kerak bo'lsa. Ana, ko'rdingizmi? Chitti yuragi yomon bo'ldi ekan-a? Boring qani, ishingizni aytavering qani? Mayli, omad. Xo'sh, siz bilan hozir madaniyat to'g'risida gaplashamiz. Madaniyat deganda nimani tushunasiz? Nima o'zi? Yo'q, masalan, kattaga hurmat, kichikka izzat, ota-onani e'zozlash, sansirash noto'g'ri ekanligini bilish haqida biror nima bilasizmi? Dangal gapir, nimani xohlayapsan o'zmanni? Yana sansiraysanmi? Yo'q. Yana sansiraysanmi? Ha? Yo'q. Amaki, kechirasiz, sansarlaganim uchun. Qayta takrorlanmaydi. Gapi qanday degan? Dada, kechirasan, sansarlaganim uchun. O'zgarmagan-ku bu. Chiti programmada kam bo'libdi. Men programmani o'zimga moslashtirman-da. Hozir sizga moslashtirib beraman. Ana bu qanaqa balonligini bilasan? Yo'q, qanaqa balon? Bu bas balonlari O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Birinchi rezina texnika zavodida. 200% sifat nazoratda. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Qorda, muzda, loyda, любой joyda aydasang bo'ladi. Eng asosiysi bu yirtilmaydi. Tushundingmi? Nima qilay qaman? Bundan hozir uyda turistda bor. Shuni ko'chaga olib chiqasan-da, yana qaytarib joyga qo'yasan uya. Tushundingmi? Menga qarang, mardikorman, sizga kerak bo'lsa o'zingiz qiling. Qilaman, amakijon. Ko'taring, ketaman.